Alaykum raisim degan joyidan qanaqa radar qo'ysanglar ham mana buni halicha hech qaysi tutolmaydi. Xudo xolasa katta taxminlar bilan, katta yangiliklar bilan 2026-yilga obunachilarimiz uchun mana shu radarga mos antiradar topib kelishga va'da beraman. 155 mingta obunachim yoniga shu radarga qarshi antiradar topishga va'da beraman. Yana sizlar internetdagi shov-shuvlar ishonib qolmanglar, mana radarim jiringlayapti, aytibdi, avtokon deyapti. Avtokon 3 oyoqli radar bo'ladi. Kardon ishlamaydigan radar bo'ladi. Xo'p, kamera. Kamera keladigan bo'lsa, bu kamera emas. Tekvishni ham bilasizlar. Ko'p aldanib qolibsizlar mana ki. Stoplina deyapti. Buni qilishyapti. Mana shu buni orqasidan kelishadi, bir 500-400 metrga tepada radar bo'ladi. Orqasidan haydashadi-da, ana jiringlayapti. Ana raisim deyishadi. Lekin baribir jiringlamaydi. Ehtiyot bo'lganlaringiz yaxshiroq. 2026-yil xudo xolasa inshaalloh aniq keladi.